savollar tushadi. Zo'dipa, bachadonda miyoma bor, bu dorini ichsam bo'ladimi? Yoki onamni miyomasi bor, bu dorini bersam bo'ladimi? Bu savol juda ham ko'p berilgani uchun bu alohida video qilishga qaror qildim. Chunki miyomasi borlar juda ham qo'rqib qolar ekanda, ya'ni vahmaga tushib, buni ichsam bo'ladi, ichsam bo'lmaydi deb. O'sha uchun men shu savollarga yakun sifatida bitta video qilishga qaror qildim. Miyoma deb hamma qo'rqib gapiradi, vahmaga tushib qoladi. Har doim aytaman-da, miyomada kimlarda ko'proq miyoma mumkin, kimlarda kuzatilishi mumkin. Asosan ichak muammolari bo'lsa, ichaklarda muammo bo'lsa, bular ko'proq muammoga miyoma kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki o'sha yerdagi qon aylanishning buzilishi, hazmning buzilishi, moddalar almashinuvning buzilishi hisobidan ko'pincha miyomalar kelib chiqadi. Biz har doim aytamiz, ichagingiz chiroyli kelishi kerak va undan tashqari uyqu vaqtida bo'lmaydiganlar, kuchli stressdagilarga albatta aytamiz, sizlarda miyoma chiqish xavfidagi odamlar sizlar deb. O'sha uchun biz har doim miyoma bo'ldimi, birinchi o'rinda ichaklarga qarash kerak. Agar har kuni kuniga 1-2 mahal chiroyli kelib tursa, demak sizda riskdan uzoqda bo'lib turasiz. Har doim ichaklarga qarashimiz kerak. Undan tashqari bizada uyquga qarashimiz kerak, asab tizimiga. 10da uxlash shart deyman. Chunki 10da uxlab bersangiz, organizm o'zi hamma organdagi musorlarni o'zi chiqarib tashlaydi. Natijada har bitta organ o'zini obnovleniyasi, o'zini tozalashi bo'lgandan keyin bizda hayotimizda bizga yoqmaydigan ortiqcha narsalar bo'lmaydi. Ko'pincha menga aytadi, "Zo'dipa, miyomam turmush anchadan beri turmushim bo'lmaganligi uchun yoki xo'jayinim yo'qligi uchun miyoma chiqdi" deydi. Bu xato fikr deyman. Chunki buni masalan xo'jayini borlar ham miyomasi borlar bir nechta-ku. O'sha uchun biz har doim aytamanki, miyoma deganda uning asl sababi, negizi, nimaga bunda miyoma chiqdi ekan deb izlash kerak bo'ladi. Holbuki bu miyomani, ya'ni undan keyingi ish esa uni o'sib ketmasligini ta'minlashimiz kerak. Miyomani o'smasligini bilishimiz uchun har hayzi 2-7 kunlarda mana shu o'rtada biz miyomani razmerlarini, joylashgan joylarini ko'rib, uni nazoratda ushlab turishimiz kerak. Miyoma o'sayotgan bo'lsa, albatta nazoratdagi vrachiga borib, sabablarini bilib, uni o'sishdan to'xtatsa bo'lish yo'llarini qilishimiz kerak bo'ladi. Miyoma asosan qon ko'p ketganda pag'a o'saveradi. O'sha uchun bu paytda biz har doim qonimizda ehtiyot, ya'ni ferritin tushib ketadi, temir tushib ketadi, oqsil tushib ketadi, holsiz bo'lib ketadi. O'sha uchun qon to'xtatuvchilarni qilishimiz shart bo'ladi. Albatta miyoma sizda aniqlangan bo'lsa, birinchi o'rinda nazoratdagi vrachingizga boring va miyoma paytida qaysi dorilarni ichish mumkin, qaysilarni ichish mumkin emas ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Demak, bachadon miyomasi bor ayollarda vitamin tanlashda albatta ehtiyot bo'lish kerak. Chunki ayrim vitaminlar gormonal fonga ta'sir qilishi mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan eng katta vitaminlardan bittasi bu vitamin E ni katta dozada. Vitamin E katta dozada. Chunki vitamin E katta dozada qabul qiladigan bo'lsak, bu asosan qon aylanishini kuchaytiradi. Qon aylanish kuchaygandan keyin hayz bo'lib, qon ketishi, ko'payishi mumkin hayz paytida. Va undan tashqari miyomani oziqlanishi yaxshi bo'lib qolishi mumkin. O'sha uchun vitamin E katta dozada bo'ladigan bo'lsa, ehtiyot bo'lamiz kimda miyoma bo'lsa. Keyingisi vitamin A. Bu asosan bizda oladigan bo'lsak, yuqori, bu hamma vitaminlarning yuqori doza, kichkina dozasi emas. Vitamin A ning yuqori, katta dozasini beradigan bo'lsak, bu ham xuddi shunaqa gormonal tizimga ta'sir qiladi. O'sha uchun ham biz har doim aytamizki, uzoq vaqt yuqori miqdordagi vitamin A ni berayotganda miyoma bo'lsa bermaymiz. Keyingisi
fitoestrogen bor qo'shimchalar. Ko'pincha bular mana soyaliklarda bo'ladi, flavonoidlarda bo'ladi. Biz ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ko'pincha bularda hali estrogenni ko'p bo'lgan qo'shimchalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak, miomani o'stirib yuborishi mumkin. Biologik aktiv dabavkalar qo'shimchalarda asosan gormonal balansni to'g'irlaydigan bad deb yoki biologik aktiv qo'shimcha gormonlarni to'g'irlaydi degan o'tlardan, degan dorilardan ehtiyot bo'ling. Chunki ularning tarkibida fitoestrogenlar bo'ladi. Bular miomani o'sishiga yordam berib boradi. O'sha uchun bunga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Undan tashqari bizada ko'p hollarda bizada eng yana qo'rqadiganlarimiz aloelik biostimulyatorlar deymiz. Ularda mumkin emas. Berish mumkin bo'lmaydi. Vitamin D juda ham ko'p ishlatish kerak, chunki vitamin D bu foydali hisoblanadi. Ko'pincha biz aytamizki, odatda mumkin bo'lgan vitaminlarni berish kerak deganda vitamin D ni qo'shamiz. Magniy imенно kerak bo'ladi. Mana shu miomasi bor bemorlarga bemalol magniyni bering. Vitamin B guruh qo'rqmay beringlar. Temir bemalol beringlar. Lekin har bir holatda ularda individualni qaraganimiz yaxshi hisoblanadi. Sizda mioma kattaligi qanday? Qon ketish bormi yo'qmi? Shularni ayniqsa aniqroq qilib aytiladigan bo'lsa, vrach bilan o'tiradida miomani holatiga qarab yana ham yakun qilib beradi. Umumiy hol qilib aytganda, E vitamin, A vitamin, flavonoidlar va bizada estrogeni bor badlardan ehtiyot bo'lsangiz bo'ldi. Shularni o'zi bilan biz bemalol miomani tizginni qo'lga olgan bo'lamiz.